chiroyli kutib olishadi. Shu birinchi bo'lib kelgan yeri Qubo masjidining oldida Kulthum ibn Hadim degan sahobani xurmo bog'i bor. Shu xurmo bog'ga tushadi. Birinchi bo'lib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Kulthum ibn Hadim degan sahobani xurmo bog'iga tushadi. Bu xurmo bog'ining ichida quduq bor. Shu quduqdagi suvdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga olib keladi va bu yerdagi xurmo daraxtining xurmolaridan olib kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sevatda beradi. Berganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bismillah deb yeb, suvdan ichib va bu sahobaga Kulthum ibn Hadim degan sahobaga duo qiladi. Xurmosiga baraka berishligini, Alloh taolo u kishiga baraka berishligini so'rab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qiladi va so'ngra birinchi qilgan ishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Qubo masjidini qurishlik bo'ladi. Chunki islomda masjidning o'rni juda baland. Nimaga desa, masjidda musulmonlarda kalimasi bir bo'ladi. Bitta safda turib, qalblari ulfat bo'lib birlashishadi. Bu yerda bilsanglar, Madina shahrida ikkita qabila bo'lgan. Avs va Hazraj degan qabila bo'ladi. Bu ikki qabila Payg'ambarimiz kelishidan avval juda bir-biri bilan urushib, chiqqamish bo'lib, shunaqa bir-biriga adovat qilib yashagan bo'lishadi. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib, ularni birodar qilib qo'yadi. Islomda musulmonlarda birlashligini, fazilatini aytib, shu masjidlar qurilib, bitta safda bitta namoz, ya'ni bir namozda Allohu akbar deb birga takbirni aytib namozga kirishib, nima bo'ladi? Alloh taolo ularni qalbini bog'lab qo'yadi. Va allafa bayna qulubikum dedi. Va sizlarning oranglarda qalblaringlarni nima qilib qo'ydi? Bog'lab qo'ydi, bir qilib qo'ydi, ulfat qilib qo'ydi. Shu holatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib Qubo masjidini quriydi. Qurganida boshida Qubo masjidi sodda, oddiy xurmoda shaxlari, shu xurmo daraxtidan ustunlar qilinib, shu sodda holatda qurilgan. Keyinchalik o'zgartirishlik kiritilgan. Ya'ni Umayylar, Abbosiylar davrida, Usmoniylar davrida, keyin bu xosatan Saudiya hukumati keyin boshqacha qilib o'zgartirish kirgizgan. Qubo masjidi haqida Qur'onda oyat nozil bo'lgan. Shu oyatni Qubo masjidi haqida deb ba'zi mufassirlar aytadi. Yana boshqa mufassirlar esa yo'q, bu Masjidul Nabaviy haqida deydi. Lekin g'oliban shu Qubo masjidi haqida deganligi, ya'ni ko'pchilik ya'ni shu Qubo masjidi haqida deb aytishgan. Bu oyat qaysi desa, لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu masjidda turishligingiz siz uchun yaxshi dedi. Bu masjidda turishligingiz siz uchun yaxshi. Bu masjid birinchi kunidanoq taqvo ustiga qurilgan. Birinchi kunidanoq taqvo ustiga qurilgan masjidda sizni turishligingiz yaxshi dedi. Va bu masjidda shunday bir kishilar borki, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ular pokizalanishlikni yaxshi ko'rishadi va ular o'zlari ham pokizadir deb aytadi. Shu pokizalanishlikni yaxshi ko'radi va pokiza degan so'zni buni ham mufassirlar aytishadi. Nimaga bu yerda pokiza so'zini ishlatdi desa, ular tavhid, shirkdan pokiza, tavhid bilan qalblari to'lgan iymonga shuni aytishadi. Yana ba'zilar esa Qubo ahli, shu payg'ambarimiz davrida namoz uchun tahorat qilishsalar, qazoi hojatga kirganda faqat suv bilan mustahab qilishar edi ekan. Shu sababli bularni pokiza deb nomlagan deydi. Vallohu a'lam. Shunday bir Quboni fazilati shu bo'lsa, Quboda ahli, ya'ni Quboni atrofida yashaydigan insonlar ham shunaqa bir sifatlarga ega. Ya'ni Qubo ahlini aytishadiki, juda muloyim, yumshoq tabiat odamlar bo'lgan deydi.
ya'ni qo'pol bo'lmagan, dag'al bo'lmagan, ya'ni insonlarga bir yumshoq, rahmat, ya'ni musulmonlarga rahmat bo'lib, ya'ni kofirlarga esa shiddatli bo'lgan kishilar bo'lgan deydi. Keyin yana Quboda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi qurubi dedik. Bu yerda bir necha kun turadi. Ba'zilar 4 kun deydi, ba'zilar esa 2 hafta turgan deydi. Payg'ambarimiz bu Quboda qurdi, keyin Masjidul Nabaviyga borib, bu yerda ikkita yetimni yerini sotib olib, Abu Bakr radhiyallohu anhu bu ikki yetim bolalarni joyini sotib olishib, bu yerga Masjidul Nabaviyni qurdi. Keyin qurib, bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni birlashtirib, Ansor va muhojirlarni aka-uka qilib, keyin Badr g'azoti bo'ladi, Uhud g'azoti bo'ladi. Shu g'azotlar bilan shunga o'xshagan, ya'ni shariat ahkomlarini yetkazishlik bilan ovora bo'lganidan Quboga kamroq keladigan bo'lib qoladi. Keyin Qubo ahli o'zlarini orasida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bizni masjidga tushganida, ya'ni bizni masjid qurilganida endi hozir kelishliklari ozayib qoldi deb o'zlarining orasida gapirishadi. Keyin bu gap Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetib boradi. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quboga har shanba kuni otga mingan holatda yoki piyoda Qubo bomdod namozini Masjidul Nabaviyda o'qib, keyin Qubo masjidiga kelib zuho namozini o'qib, Qubo ahliga mau'iza qilardi. Shu mau'izalarini asnosida yoki boshqa bir o'rinda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, "Man tatahhara fi baytiha thumma ata ila masjidi Quba fa salla fihi rak'atayn kana ka ajri umrah." dedi. Kim o'z uyida tahorat qilib, so'ngra Qubo masjidiga borib 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, unga umrani ajri beriladi deb aytdi. Shu umrani ajrini, ya'ni umid qilib ketyapmiz. Alloh taolo bu ajrni komil holatda berishligini so'rab qolamiz. Bu Madina shahri avvalda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishligidan avval bu yerda vabo kasalligi tarqalgan va bu yerdan bir sassiq badbo'y hid kelib turadigan shahar bo'ladi. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganidan keyin Madinani haqqiga duo qiladi. Bu shaharda Alloh taolo pokiza qilib berishligini so'raydi va bu shaharda pokiza, tayyiba deb, ya'ni nom qo'yishadi. Bu shahar nima? Toba, tayyiba deb nomlanib qolinadi. Payg'ambarimiz kelgandan keyin bu yerga vabo kasalligi kelmaydi deydi va Dajjal alayhi la'nat kelmaydi. Bu yerga Dajjal shu Madinani chetidan, Madinada zilzila, ya'ni bu yerda titratadi yerni. Madina o'z axlatlarini chiqaradi deydi. Axlatlaridan murod kim desa, munofiqlar, shu fosiq, shunga o'xshaganlar qo'rqqanidan chiqib Dajjalga ergashib ketadi. Lekin iymoni bor haqiqiy musulmonlar Madinada nima Dajjalning fitnasidan omonda qoladi. Keyin yana Madina shahri Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Makka shahrini harom qilib berdi. Menga esa Madinani harom qilib berdi deydi. Ya'ni Makka shahri nima? Harom, ya'ni Masjidul Haromda hududga kelganingizdan keyin bu yerda ma'lum bir ishlarni qilishligingiz harom bo'ladi. Xuddi shuningdek Madinaga ham kelgan odam hududidan o'tadigan bo'lsa, shu hududning ichida bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir ishlarni qilishligi harom bo'lib qoladi. Shulardan bir narsa, misol uchun bu Madinadagi daraxtlarni nima qilmaydi, shoxlari sindirilmaydi. Bu yerdagi hayvonlarni ovlanmaydi. Bu yerda janjal, urush qilinmaydi. Balki odobiga rioya qilib yuriladi.
shu odobga rioya qilib yurilsa, bu yerda hurmatini saqlagan bo'ladi. Keyin bu shaharda qaysi ibodatni qilishlik yaxshi desa, Makkada bilamiz, qaysi eng yaxshi ibodat qaysi desa, bu tavof amali. Lekin Madina shahrida eng yaxshi ibodat 5 mahal namozni bu masjidda imomga ergashgan holatda jamoat bilan hamma namozni nima qilishlik? O'qishlik. Va qolaversa nafl namozlarni ham o'qishlik nima yaxshi bo'ladi. Nimaga desa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdi, la tushaddu rihalu illa bi thalathi masajid dedi. Bir yerda fazilat bor deb, bir yerda shu yerda fazilat bor deb safarga chiqilmaydi, illa 3 ta masjidga chiqilinadi dedi. Shulardan birinchisi al-Masjidul Harom dedi. Masjidul Harom bu Makkani aytdi. Makkada bir rakat namoz 100 barobar yoki undan da ziyoda deb aytilgan. Keyingisi Masjidul Aqso dedi. Hozirda urush bo'layotgan musulmonlarda yahudiylar qiynayotgan shahar va Masjidul Aqso, Alloh taolo ularga faraj bersin, yordam bersin. Shu masjidda aytdi. Bu yerda o'qilgan bir rakat namoz 500 barobar yoki undan da ziyoda ajr bo'ladi. Va masjidi hada deb bu masjidga ishora qildi, ya'ni Nabaviyaga. Bu yerda o'qilgan bir rakat namoz 1000 barobar yoki undan da ziyoda deb aytgan. Shu ajrni bo'lishligi bu yerda fazilatiga nima qiladi? Dalolat qiladi. Ya'ni o'zimizni diyorlarda bu 1000 barobar yoki bundan da ziyodani qilolmaymiz, chunki jamoatga qo'shiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? 27 barobar bo'ladi. Lekin bu yerda nima? 1000 barobar bo'lyapti. Shuning uchun jamoatni lozim tutishligimiz bizga lozim bo'ladi. Va yana qolaversa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'proq salovat aytsak, shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi va omonatni ado etdi. Shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuning uchun nima? Ko'p salovat aytishligimiz biz uchun yaxshi. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad. Shu salovatni ko'p aytib yursak, nima bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Hozir mana masjidga kelib qoldik. Shu ko'rib turgan masjidimiz Qubo masjidi. Avtobus to'xtasa, hamma birla bo'lib kirib namoz 2 rakat nafl namoz o'qiymiz. Tahiyatul masjid, ya'ni masjidda haqq uchun qiladiku shu namoz. Niyat shu tahiyatul masjid deb qilasizmi, nafl namoz deb qilasizmi, bo'laveradi. Shu 2 rakat namozda o'qiladi. Keyin yana hamma birlashib avtobusda raqamlarni ko'rib olsak, birlashib qayta chiqamiz. Bir-birimizni kuttirib qo'ymaylik. Ichimizda yoshi kattalar turibdi. Ularga ya'ni kuttirib qo'yadigan bo'lsak, birinchidan odobsizlik va bir-birimizga zulm qilib qo'ymaylik. Shuning uchun bir-birimizni rioyamizni qilib, namozimizni o'qib, darrov avtobusimizga chiqib o'tirsak, keyingi ziyorat qiladigan yerlar bor. Agarda uzoqqa kech qoladigan bo'lsak, biz maqsad qilgan, ya'ni jamoatga ulgurmay qolamiz. Masjidul Nabaviyada peshin o'qishligimiz kerak. Shu maqsad qilingan narsaga ulgurmay qolishligimiz xavfi bor. Agarda vaqtida kirib, vaqtida chiqadigan bo'lsak, nima bo'ladi? O'zimiz maqsad qilgan narsaga yetiladi. Avtobusun numarasını biliyorsa hangi? 9126'da. 9126 mı?